Assalomu alaykum barchaga. Ba'zi bir muammolarga ko'ra Telegramda jonli efir qila olmadik. Shuning uchun darsni videosini yozib olyapmiz. Birinchi savolga qarasak, raqamlar yig'indisi 4 ga teng bo'lgan jami nechta 3 xonali natural son bor? Raqamlar takrorlanmaydi ekan. 4 bo'lish uchun qanday bo'lish kerak? 1 1 2 1 4 bo'ladi, lekin raqamlar takrorlanadi. Bizga raqamlar takrorlanmaydigan degan. Shuning uchun qaysini ola olamiz? 3 1 0 ni ola olamiz. 3 1 0 dan nechta 3 xonali son tuzish mumkin? Demak, bizda 3 ta son bor va bunda 0 ham takrorlanyapti. 0 ham bor. 0 bo'lgani uchun bizda masalan 3 xonali sonni shunday ko'rinishda yozib olsak, birinchi o'ringa 3 ta son qo'ya olmaymiz, chunki 0 borligi uchun. Demak, birinchi xonaga 2 ta. Endi bitta sonni o'chiramiz. 3 yoki 1 dan xohlaganmiz. Masalan, 1 ketdi deylik. Ikkinchi xonaga 3 bilan 0 qolyapti deylik. Demak, bunga 2 ta son qo'ya olamiz. Endi ikkinchi xonaga 0 qo'yilgan bo'lsin, masalan. Uchinchi xonaga bitta 1 qolyapti. Demak, bu 4 ta. D javob. Ikkinchi savol. Raqamlar yig'indisi 4 ga teng bo'lgan jami nechta natural son bor deyapti. 3 xonali natural son bor. Bunda raqamlar takrorlansin degan. Demak, tepada ko'rdik. 3 1 0 da. 3 1 0. Bunda nechta? 4 ta. Endi 1 2 1 bor, tepada yozganimizdek. Bunda 3 ta hosil qilsak bo'ladi. Buni topish muammo emas. Yana 2 2 0 bor. Bunda 2 ta. Buni ham topish muammo emas. Endi uchinchisi 4 0 0. Bunda bitta. Buni ham topish muammo emas. Demak, jamisini qo'shib chiqsak 10 bo'ladi. 2 ga a. Endi aytayapti, kvadratning tomoni 4 sm ga teng bo'lsa, mana shu yerdan kvadrat chizib olsak, o'xshamasa ham uzr endi. Kvadratning o'rtalarini tutashtirishdan hosil bo'lgan kichik kvadratning yuzasini toping. Kvadratning tomonlarining bo'lish kerak edi. Demak, o'rtalarini tutashtirib chiqamiz. Bunda bitta kichik kvadrat paydo bo'ladi. Bu yer 2 ga, bu yer 2 ga teng bo'lgandan keyin, chunki ikkalasi teng-da, bu yerlar ham teng. Demak, kichik kvadratning tomonini bitta a deb olsak, a teng 2 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati. A kvadrat. Bundan a kelib chiqadi. A kvadrat kelib chiqadi 8. Bizga ham xuddi shu kerak, chunki kvadratning yuzasi a kvadrat. B javob. Tengsizlikni yeching deyapti. Demak, bu tarafga o'tkazib olamiz, hammasini bu tarafga. Va mana 5 ni bu yerga tushirib olamiz. 5 ni shu yerga tushirib o'tkazib olamiz. Demak, logaritm kvadrat x 5 logaritm x 5 logaritm x minus 4 katta 0 dan plus 4. Demak, buni ajratadigan bo'lsak, logaritm x minus 4 logaritm shu pastroqdan yozaylik. Logaritm x plus 4 logaritm x plus 1 ga ajraladi va bu 0 dan katta. 0 dan katta. Va bunda aniqlanish soha olib qo'ysak, x katta 0 dan aniqlanish soha. Aniqlanish sohasini AC deb yozib ketamiz. Demak, endi buni ishlaymiz. Uzr, bu yerlar plus 4 emas, minus 4 bo'ladi. Minus 4 minus 1. Demak, buni bunday qilib chizamiz. Bu yerga belgilaymiz. Demak, kirmaydi bo'ladi. Kirmaydi bo'lgandan keyin logaritm x qachon 1 ga teng bo'ladi? X teng 10 bo'lganda. Logaritm x qachon 4 ga teng bo'ladi? 10 ning 4-chisi bo'lganda. Demak, chizamiz. Plus minus plus. Bizga pluslik kerak va aniqlanish sohada 0 bor edi. 0 dan katta degan bor edi, o'shani ham qo'yamiz. 0 dan 10 gacha, 10 dan plus cheksizlikgacha. Bu C javobimizda turibdi. Bu cheksizlik bo'lishi kerak edi. Demak, do'konda deyapti, 3 kunda 310 kilogramm kartoshka sotildi. Ikkinchi kun 3-chi kunga qaraganda 1,5 marta ko'p. Birinchi kuni ikkinchi kunga qaraganda 2,5 marta kam sotildi. Birinchi kuni necha kilogramm kartoshka sotilgan?
Biz 3-kunni 5x deb olamiz. 5x desak, ikkinchi kun 1,5 marta ko'p bo'lsa 7,5 x bo'ladi. 3-kun esa 2,5 marta kam deyilyapti. 2,5 marta kam bo'lsa 3x. Jamsini qo'shamiz. 15,5 x 3 kunda sotilgan jami necha kilogramm edi? 310. Undan x topsak 20 kilogramm. Bizga aytyapti, birinchi kun necha kilogramm sotilgan? Birinchi kuni bu 1 bo'lish kerak edi. 1 bo'lish kerak edi. Demak, birinchi kuni mana 3 kara 20, 60 kilogramm sotilgan deya javobimizda turibdi. Endi kostyumning o'ng, chap va ichki cho'ntagiga ruchka va qalamni necha xil usul bilan solish mumkin? Bitta cho'ntakka ruchka va qalamni solish mumkin. Demak, ruchka va qalamni deyapti. Birinchi ruchkani biz nechta usulda sola olamiz? Ruchkani o'ng, chap, ichga 3 tami? 3 ta joyga ruchkani sola olamiz. Ruchka deb yozsak, ruchkani 3 ta joyga sola olamiz. Qalamni-chi? Qalamni ham xuddi shunday o'ng, chap, ichki cho'ntaklarga sola olamiz. Demak, qalam ham 3 ta bo'ladi. Va bu yerda ruchka va qalamni va bo'lsa biz nima qilardik? Ko'paytirardik, chunki bir-biriga bog'liq. Demak, javob D. 9. Arifmetik progressiyada A17 2022 bo'lsa, A16 plus A18 toping. Buni soddalashtiramiz. Bu A1 plus 15 da, bu A1 plus, bu A1 plus 15 da D bo'lsa, bunisi A1 plus 17 da D bo'ladi. Ikkitasini qo'shsam nima bo'ladi? 2A1 plus 32 D bo'ladi. Bundan 2 ni chiqarib ketsam A1 plus 16 D. Demak, bizga A1 plus 16 D 2022 ga tengligi berilgan, chunki bu A17 ga teng. Demak, 2022 ni 2 ga ko'paytirib qo'ysak 4044 A javob chiqadi. Demak, 8 da agar shu fx shunga teng bo'lsa, f' 0 va ko'paytirilgan f pi taqsim 4 toping deyapti. Birinchi hosil olsak, bilamiz, birinchi ikkita tangens x, birinchi darajani tushiramiz. Ikkita tangens x bo'ladi va tangens x dan ham hosil olamiz. 1 taqsim cosinus kvadrat x bo'ladi. Chunki bu murakkab funksiya emas. Murakkab funksiya desak ham bo'ladi. Ikkinchisida bundan hosil olsak minus sinus 2x bo'ladi. Endi minus sinus 2x va bizda murakkab hosilaligi uchun 2x dan ham hosil olsak 2 bo'ladi. Endi bunga 0 ni qo'yamiz. 0 ni qo'ysak tangens 0. Tangens 0 0 ga teng. Demak, birinchi ifoda 0 bo'lib ketdi. Buniki 0 ekan, jamisi. Ikkinchisi, bunga ham qo'ysak sinus 0 ga teng 0. Demak, bizda buning qiymati 0 ga teng chiqyapti. 0 ni har qanday songa ko'paytirsa, baribir 0 chiqadi. 2 ga eng yaqin sonni toping deyapti. Demak, biz bundan a ni chiqarib yuboramiz birdaniga va d ni chiqarib yuboramiz. Bular umuman to'g'ri kelmaydi. Endi qancha katta va qancha bularning o'rtasidagi farq kichkina bo'lsa, o'sha kattaroq son bo'ladi. Demak, bizda 7 taqsim 9, 3 taqsim 5 dan katta. Javob C. 2 ga eng yaqini 7 taqsim 9. Endi 5/8-sini 7 ga bo'lganda qoldiqni toping. Buni pastdan yozib tushuntiraman, yaxshi tushunishlaringiz uchun. 10-savol. 5 ning 8-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiq nechi deyapti. Demak, fermaga ko'ra 5 ning 7 minus birinchisi taqqoslanadi 1 mod 7 bo'yicha. 1 mod 7 bo'yicha. Demak, 5 ning 6-sini 7 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi degan ma'noni anglatadi. Demak, 5 ning 6-sini 7 ga bo'lsak 1 qoldiq qolsa, endi 5 ning kvadratiga ko'paytirib yuboramiz. Mana buni 5 ning kvadratiga ko'paytirib yuborsak, 5 ning 8-si taqqoslanadi. Mana 1 ga 5 ning kvadrati ko'paytiriladi. 25 mod 7.
Demak, 5ning 8-sini 7 ga bo'lsak, 25 qoladi ekan. 25 ni ham 7 ga bo'lsak bo'ladi. 7 ga bo'lsak 3 tadan qoldiq 4 chiqadi. 4 degan javob bizga D javobda keltirilgan. Demak, videoning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qismini ham hozir chiqarishga harakat qilamiz.